Assalamu alaikum qarindoshlarım. Yaxshimisizlar, yaxshi to'dinglarmi? Ancha-muncha ballar chiqsa, ozroq bir tushunadigan nima bor inshaalloh taolo. Ovozim kelyaptimi qarindoshlar? Men yangi mikrofon olgandim. Ovozim kelgan bo'lsa, keldi desanglar, darhol boshlayman. Uzun sürmeydi bu video. Ovozim kelyaptimi? Va alaykum assalom, Mutallib yo'ldosh. Ovozim kelyaptimi qarindoshlar? Okay, tamam. Qarindoshlar, ba'zi qarindoshlarimiz bu videonun konusu hem de sarxılar hepsi zadı nimo. Ba'zi tushunmayotgan qarindoshlar borki, ularga qisqacha bir tushuntirish bermoqchi. Uzun sürgüzmeyman bu videoni. Sarxılar hepsi qarindoshlar. Free Adilmijid bo'lsin, Free Mutallib Siddiq Qohiri bo'lsin, aldığımız gaplarda başka sarxılarımız qilgan chog'da bo'lsin. Bu faqat Adilmijid uchun emas, Mutallib Siddiq Qohiri uchun emas va boshqa sarxılar uchun emas qarindoshlar. Bu faaliyetning nimasi umumyuzlik Uyg'urlarning da'vosi uchun bo'layotgan bir tashviqot. Nima ish qilsanglar qarindoshlar? Xitoylar nima deyotdi? Biz jazo lagerlarining ichishimizning sababi Uyg'urlar döt, kasb egalari emas, pul topolmaydi, ishga egasi bor, Xitoycha bilmaydi deb o'sha jazo lagerlarini ichiyotdi. Shuningga Beijingda turishliq chet ellik muxbirlar shu yerdagi Xitoy tashqi ishlar ministriga savol so'ragan chog'da Xitoy esa musha davlatibsa, lekin biz o'tganki hafta musha Adilmijidning ko'g'li bilan ko'rishgan chog'da u cho'ng bir artistga. Biz o'tganki hafta sizlar bir professorni so'rab qo'yibsizlar. Uning Germaniyada turgan bir o'g'li bor ekan. O'g'lidan so'rasak, u cho'ng bir professorga, til tadqiqot qilgan bir odamga. Amsa bularga nima solding deb bu Uyg'urning da'vosi bo'lyapti qarindoshlar. Shuningga biz Xitoyning bu yolg'onchiligini oshkorlash uchun sarxalar hapsi degan ismlangan bir harakat olib beryapmiz. Bu faqat Adilmijid uchun emas, Mutallib Siddiq Qohiri uchun emas, butun shu yerda 20 milliondan 40 milliongacha mayli jazo lagerining ichida bo'lsin, mayli shu uy turmusida ichida bo'lgan butun qarindoshlarimiz uchun bo'layotgan bir tashviqot. Buni to'g'ri tushuninglar. Menikini tuqqunimni qilishimiz kerak deganda o'xshash. Hammasi o'xshash. Bu bir odamning da'vosi bo'lmayotidi. Shunga bo'lsa buni taqib qo'yinglar. Nurg'un qarindoshlar tushunmayotibdi. Tushunib qolsin. Sarxillar haftasida MeToo Uyg'ur bilan bog'langan bu faoliyat mush uchun nima qilgan? Qarindoshlar degan gapim shu. Abay deganda qisqa tutmoqchi edim bu videoni. 5 minutdan oshmaslik kerak. Boshqa savollar u bu bo'lmasa men hozir tushib ketaman. Buni keng ko'lamda taqib qo'yinglar. Sarxilapsini tushunmayotganlar tushunib qolsin. Oldimizga mana inshaalloh atlikka yana bir sarxillarimizning nimasini boshlaymiz. Buni keng ko'lamda qatnashinglarni umid qilamiz. Qancha qatnashsanglar, rasm, video hech nima qilamadim degan chog'da bir hambahrilanish. Hozirga mushu hambahrilanishmi, share qilishni qo'rqyapmiz. Endi qachongacha qo'rqaymiz men uqmayman. Shuningga mushuni bosma qilib qo'yinglar Alloh rizosi uchun, shu yerga vatandoshlarimiz uchun. Bo'ldi qarindoshlar, gaplarim shay tugaydi. Sarxalar hafsasining nimasi mushu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.